Bu mashina jenerratorlardan. Ha. Mashina Chinoydan kelgan. Deydim, tel taylanda benzin deydim sizlarga. Benzin. Masalan qancha litr benzin oladi? Bu 10 litr. Mana shunda. Mana do'stlar, bu ham bular aylanadi. yordamchi kuchi ekan. Mana. Pastlikdan balandlikka chiqmoqchi bo'lganda yordamchi kuchi ekan. Tormozi qaysi bo'ladi? Tormozi mana bunisi tormoz bo'ladi mana. Mana bunisi tormoz. Mana bunisi gaz ham bo'ladi mana shunda. Mana bu tormoz. Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz ko'radigan muxlislar. Mana biz shu O'zbekistondagi do'stlarimiz iltimos qilgan edi. Shu bir mana qishlog'imizda ishlab chiqarilgan mashina bor, o'shani ko'rsatdi degan edi. O'sha mashinani ko'rsatish uchun mana shu Kaldor tumanida ishlab chiqariladi. O'sha Kaldor tumaniga qaytdik. Mana batafsil o'sha mashinani qanday ishlab chiqariladi, ishlash joyi qanaqa, o'shalarni batafsil sizlarga ko'rsatamiz. Aziz do'stlar, like bosib qo'llab-quvvatlab turing. Mana bu ham Kaldor tumanining yo'li. Mana asfalt bo'lgan yo'li Kaldor tumani do'stlar. Aziz do'stlar, yana bir bor mana shu aytgan qishloqda ishlab chiqarilgan mashinani zavodiga keldik. Mana shu yerda qishloqda ishlab chiqarilar ekan. Mana taq degan. Bu Kaldor tumani shu O'zbekiston bilan chegaradosh hududda. Shu bizdan bir qarib 80 kilometr uzoqlikda. Mana shu zavod mana shu qishloqda ishlab chiqarilar ekan. Mana shu yerda ishlab chiqaradigan nimasi bor ekan, boramiz ichkariga. Masalan, qanaqa ishlab chiqariladi, o'shalarni batafsil sizlarga ko'rsatamiz. Inshaalloh mana shu joy do'stlar, Kaldor tumanida mana shu joyda ishlab chiqarilar ekan. Shu ustani oldiga boramiz. Shu taq-taqni ishlab chiqaradigan ustani o'zi bilan gaplashamiz do'stlar. Mana shu qishloqda mana shu yerda ishlab chiqarar ekan. Mana joylari. Mana quyosh panellari bor. Mana do'stlar. Mana bu bizning hamkorimiz do'stlar. Ismi Amin aka. Assalomu alaykum Amin aka. Yaxshimisiz? Yaxshi yuribsizmi? Mana shu nimalar bilan bir tanishtirsangiz, mana shu taq deydi qishloqda ishlab chiqariladigan mashina. Mana bu mashina qishloqda ixtiro qilingan, qishloqda ishlanadi, Kaldor degan tumanda. Mana o'shani quriladigan joyga keldik. Mana usta akamining yoniga kelyapmiz. Mana bu odam Muhammad Turdaka deydi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Yaxshimi usta? Xayr bo'lmi? Ishlar yaxshimi? Mana bu taq-taqni necha kunda qurishib chiqarasiz? Biz taq-taqni bu endi ishlab chiqaramiz. Yaxshi. Mana do'stlar, mana shu taq. Mana hozirgina bittasini qurshab bo'lgan ekan. Mana shu qishloqda ishlab chiqariladi. Kaldor tumanida ishlab chiqarilar ekan. Mana bu balonlari. Buni numarasi qancha bu? Tayyor 16. Mana do'stlar, balon razmeri 16 ekan. Shu mashinalarning razmeri bo'lar ekan. Mana balon razmeri. Buni mashina, nima mashina? Bu mashina jenerratorlardan. Xo'p. Mashina Chinoydan kelgan. Buni Chindan getirasizlar? Ha, bu Chindan keladi bular.
Mana do'stlar bu. Bular bir pistondan ishlaydi. Buni Afg'oniston puliga narxi necha bo'ladi? Afg'oniston puliga qo'shimchadan tutasak ishlab 30 ming bo'ladi. Mana do'stlar, shuni narxi bittasini ishlab chiqarib shu egasiga topshirsa 3450 dollar bo'lar ekan bittasi. 3450 dollar. Mana bu qurshalgan. Buni endi nima kamchiligi bor? Bunda kamchiligi mana shuni chalinsa ketavermaydi bu. Bu tayyor bo'lgan. Sinab keyin egasiga topshirasiz. Buni derazalari hali joyiga qo'yilmagan. Joyiga qo'yadi usta aka. Qursalgan mana shu yerga baylanib qo'yilgan. Bu shunday ketmoqchi. Mana do'stlar, bu darvozalar hali o'rnatmagan ekan joyiga. Bu qancha kunda takmil bo'ladi dedingiz? Biran 10 kunda takmil bo'ladi. 10 kunda. Mana do'stlar 10 kunda ishlab bittasini chiqarar ekan. Masalan, shogirdlaringiz qani? Shogirdlar bugun ta'til bo'lgan. Ruxsat bo'lgan. Ruxsatga. Bugun usta akamning shogirdlari hozir nonushtadan tanovul qilib ruxsatga ketgan. Mana bu taktabni qurshab chiqarganlar. Faqat 10 kunchalik bo'lgan buni qurshaganlarga. 10 kunda qurshaydilar. Mana shunday hamma narsasi takmil bo'lgan, derazalari keyin qishloqqa borganda qo'yiladi. Mana bu yerga qo'yib qo'ygan derazalarni. Buni mashina juda ham zo'r, balandlikka ham, pastlikka ham parvo qilmaydi. Qayerga bo'lsa chiqib ketaveradi. Mana bu nimalari, balonlari. Mana do'stlar, nimasini motorini ko'ramiz. Usta aka, mana bu nima bo'ladi? Tank deydi buni, tel taylanda, benzin deydim sizlarga. Benzin. Masalan, qancha litr benzin oladi? 10 litr. 10 litr. Ha, 10 litr. 10 litr benzin. Shuni bir to'lsa bir kun haydashga bo'ladimi? Buni bir kun to'lsa, agar qishlarda yerni ichiga ishlasa 2 kun ish beradi bu. 10 litr. 5 litrdan ichib. Kuniga 5 litrdan ichadi. 2 kun bo'lar ekan shu tankini Bir to'ldirsa 2 kun ishlaydi, ha? 2 kun ishlaydi. Yerni ichiga bo'lsa. Mana bu nimasi dedi usta aka? Bu mashina generatordan tuzatilgan bu. Bu mashina kichik mashinada generator. Edi shundan qo'ydik. Qayerdan keltirib o'rnatdingiz? Buni Chindan keltiradi. Chindan kelgan. Mazara kelgan, mazara shurab beramiz. O'z salpi ham mana bu salpi ham andir kerakda. Bu shunga salpi kelgan. O'zi chalanayotgan buni. Bor ekan. Chiroqlar yarim bor. Mana bular chiroqlar. Bular mana bu taraf ishoralar. Kechalari ham kunduzlikda yorug'lik qiladi. Usta aka, balonlari qaysida ko'magi bor? Buni mana shunda ko'mak bo'ladi. Bu hamisha aylanib beradi. Bu ko'magi mana shuni tavladan ko'makka tushib mashinadan mana shunda. Mana do'stlar, bu ham bular aylanadi. yordamchi kuchi ekan. Mana. Pastlikdan balandlikka chiqmoqchi bo'lganda yordamchi kuchi ekan. Mana shuni tavlasa balandlikka chiqib ketar ekan. Mana shu ko'magi oldida ekan. Mana ishlarini ham ko'ring. Mana bu tezlikcha. Mana bu ichkarisi do'stlar. Usta aka, buni tormozi qaysi bo'ladi? Tormozi buni mana bu tormoz bo'ladi mana. Mana bu tormoz. Mana bu gazi bo'lgan mana shunday. Mana bu tormoz gaz. Mana bu nima? Bu mana shu girga taylajaq bilan kerak. Bilamadim, kelash deymiz buni. Kelashlar. Buni kilit qo'yadigan joy qayerga? Kilidi yo'qmi ya? Kilidi bor. Mana chalon qiladigan nima? Chalon qiladigan ham mana shundan bundan bu tarafdan turib chalon yo'q ekan. Amir chalani Shuni chalon qilib ko'rsating so'z. Bu chalon bu yoqqa ham chiqaman. Mana do'stlar. Mana do'stlar, bu nimasi? Qum tashlaydigan tiylar deymiz bizda. Ishga gitmasin yana yordam.
aka buni belandligi necha metr bo'ladi? Balandligi bu telarini o'ldimi? Ha. 1,5 metr shunday yerdan shu balandligi bor buni. 1,5 metr deng. Yaxshi. Buni eni necha metrga? Uni eni 1,55 metr. Telarni eni Telarni eni 1,55 metr. 1 metr. 2 metr 40 santa. Bo'yi 2 metr 40. Buni so'ng mana bu yoq balandligi 36 santa. 36 santimetr. santimetr. Eni 1,55 dedingiz ha? 1,55. Bo'yi 2,40. 2,40. 2,40. Ligi 36. Mana bu yoq. Mana telarni shuni. Buningda hozir siz buni nimasini sinab ko'rasizmi? Yordamchi kuchini, ko'makni. Mana shu sinab ko'rmoqchi. Tashqariga olib chiq. Chiqarmoqchi. Endi yer qo'shilgan, sonda ham bir so'zim sinab ko'rmoqchi. Ko'p yaxshi. Hamma yer qursalgan ekan, o'shanda ham usta akamiz sinamoqchi uchun olib chiqmoqchilar, balandlikka tutib ko'radilar. Qanday balandlikka chiqish, qanday tushish, qanday shuni sinab ko'rmoqchilar. Mana hozir olib chiqmoqchimiz. Mayli, ko'ramiz uni ham. Do'stlar, bu ham ishlab chiqaradigan joylar ekan mana bu. Mana temirni qirqadigan mashinalar. Do'stlar, bular motor. Shu biz qishloqda yer sug'oradigan nasoslar bor, o'shani motordan ekan, uni chindan. Bu motorlarni arda bunga tak deymiz. Ha, tak. Buni mashina taklab yurish, shuning uchun tak deymiz. Ko'z tegmadan u juda ham bir baquvvat mashina ekan bu, ha? Bunga tak deydilar. Mana qarang, hozircha men chaladim, keyin taklab dedim, shuning uchun tak qo'ydilar. Do'stlar, shu yordamchi kuchini sinab ko'rmoqchi. Quvvatligi qanaqa ekan? Do'stlar, shu bir qum tepalikka borib yordamchi kuchini sinab ko'rmoqchi. Yangi ishlab chiqarilgan, bir 10 kun bo'lgan ekan ishlab chiqarilgan. Do'stlar, bu ham yurishi shu qum tepalikka borib yordamchi kuchini sinab ko'rmoqchimiz. Masalan, quvvati qanaqa ekan? Balandlikka keldik, kuchini sinab ko'rmoqchi. Chiqa oladimi yo chiqa olmaydimi? O'shanga yarasha qo'shaydi bular. Yordamchi kuchi bor ekan, 4 balonimiz ham bor. Mana do'stlar, kuchini sinab ko'rdik. Yana past shu o'sha ishlab chiqaradigan joyiga keldik. Endi buni kamchiliklarni ko'rib, bitkazib, keyin buni sotuvga chiqaradi. Egasiga topshiradi masalan. Masalan, nima endi kamchilik bo'lsa, o'shani
kamchiligini to'ldirib, keyin shu zakaz bergan odamga topshiradi-da, keyin hamma yo'g'ini bitkazib, ko'stini ko'rib, keyin egasiga topshiradi. Mana do'stlar, ishlab chiqaradigan joyi. Mana ishlab chiqaradigan joyi do'stlar. Mana do'stlar, bu mashinaning ost qismi. Böyle koşuya yer var mı orada? Nerede koşuyor? Yakın çok. Çok adam şu yerde derbe öyle alıp gelip boldurum ben sonra gelip boldurduk diyorlar. Mana do'stlar, bu shu motorga o'rnatilgan nimasi bu? Oldu. Yordam kuch deymi, nima o'shana. Ustayka nechta shogirdingiz bor? Ha bu 5-6 ta. Ustaykamizning 5-6 ta shogirdlar bor ekan. O'sha shogirdlar bilan faqat 10 kunda shu taq-taqni qurshab yetirar ekanlar. Buning qiymati afg'oncha pulga 3,30,000 ming. Ustalim bermang. Bizlar shunday qishloqdan qurshab chaqirdi. Hayır ola. Hani ay adres ver. Dur tak 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 koyma düşüyor. Şimdi soğuk metal değil mi?